Hammaga salom, bu SS Feyazdek kanali. Bugun biz sizlar bilan IDS 2CD726G0B IZHS kamerasini sozlashni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib kameramizni aktivatsiya qilib olamiz. Bu shart bas. Endi ikkinchi bo'lib kamerani IP'sini o'zgartiramiz. Kamerani ichiga kirib olamiz. Bu yerga login admin yozamiz, paroliga o'zimiz parolni yozamiz. Saqlanib. Mana kameramiz ko'rsatyapti. Mana bo'lsin. Mana kelani fotoga kameramiz ko'rsatyapti. Endi sozlash uchun, liniya chizish uchun biz maxsus bo'limga o'tib olamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, дорожное движение, событие smart, управление parkovka, monitoring bo'limlari bor. Bizga дорожное движение bo'limi kerak bo'ladi. Buni yoqib turib, dalay bosamiz. Bu yerda основная настройка va дорожное движение. Biz ikkinchisiga kiramiz, дорожное движение bo'limiga. Hop, mana bu yerda bizda chiziqlar turibdi, hali настройка qilinmagan. Funksiyani yoqamiz, aktivlashtiramiz. Yevropa, keyin O'zbekiston qilamiz. O'zbekiston. Bu yerdan e-transport kerak bo'ladi bizga. Hop, endi liniyalar chizaveramiz. Bu yo'lning oxiri. Bunisi ham yo'lning oxiri. Bizda mana shu bizda shu yerdan o'tgan va ketgan mashinalarni rasmga oladi. Bu o'rtadagi liniya. Hop, bu ikkita chiziq yo'lning chegarasi va bu o'rtadagi chiziq. Mashina chiziqni bosib o'tsa, shu yerda rasmga oladi. Hop, saqlanib qilamiz. Hop, keyingi bo'limga o'tsak, bu yerda расписаниесі bor. Chipga yozish, bu chipga yozish va уведомление sentrga yonib turadi ko'rsa, chunki ichida chipi bor. Buni saqlanib qilamiz. Naложениеga biz bunga tegmaymiz. O'zi mana hammasi ko'rsatilgan. Hop, endi tekshirib ko'ramiz bitta. Tekshirish uchun ekran приложениеga o'tib turib, AIga отображать тревогу. Mana bu yerda hozir mashina o'tsa, bizga nomer chiqarib berish kerak. Mana mashina o'tdi, nomeri 40G102WA. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. 40G. Mana bu yerda ham yozib qo'ydim. Nomer. Hop, kameramiz ishlayapti, mana rasmga olyapti. Endi buni Elixir registratorga qo'yishni ko'rib chiqamiz. Registratorimizni yoqib oldik. Endi uni aktivatsiya qilib, kamerani qo'yishni boshlaymiz. Region O'zbekiston tanlaymiz. Hop, tilni russkiy qo'yamiz. Hop, bu yerga parol qo'yamiz. Kamerani parol bilan bog'lab qo'yishingiz kerak. Hop, aktiviramiz. Xotirasini format qilamiz. Hop, format bo'lgandan keyin save bosamiz. Bu yerda kameralar chiqdi mana. Hop, bizga kerakli kamera mana bu. 726 или rapid kamera kerak bo'ladi. Buni download qilamiz. Hop, следующий. Hop, hikani kerak emas hozir. Zaviska. Mana o'zi kameramiz ko'rsatishni boshladi.
Hop, endi nomerlarni yonga chiqarish uchun galamli menyuga kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yerda обнаружение selga o'tib turib, bu yerda mashinani yoqib qo'yamiz. Mashinani yoqqanimizdan keyin hozir kamera energiya ulanadi boshqatdan. Hop, mana bizda 3 ta nomer urdi kameramiz. Hozir mana 4-inchisi bo'ladi. Endi poyezga kiramiz. Poyezga kirganimizdan keyin bu yerda transportniy sredstvo bor. Shunga o'tamiz. Kamera qaysi kanalda turganini tanlaymiz. Bizda birinchi kanalda turibdi. Poyezga bosamiz. Poyezga bosganimizdan keyin mana bu yerda bizda ko'rsatadi. Mana rasmi, mana bu yerda videosi, keyin rasmi. Videoga bossa videoni ko'rsatadi. O'sha mashina o'tganda mana tagida nomeri bor. Nomeri bilan olib beradi. Kunduz ham, kechqurun ham fotka qilib olib beradi. Hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.